Assalomu alaykum qadrli talabalar, shifokorlar va bo'lajak nevrologlar. Sizlar bilan yana birgamiz. Xudo xohlasa bugun sizlar bilan yangi darslarimizda 4-darsni o'tamiz. Mavzularimiz borgan sari qiyinlashib va qiziqroq bo'lib borayapti. Bu albatta muhim. Chunki odamda qandaydir mavzuga nisbatan qiziqish va shijoat bo'lsa, uni o'zlashtirish nisbatan oson bo'ladi. Bugun sizlar bilan normal ekran komponentlari haqida gaplashamiz. Manbaimiz Learning.ag veb-sayt, rasmlarimiz va ma'lumotlarimiz xuddi shu saytdan olingan. Buni eslatib ketishimiz kerak. Rejamiz bugungi darsimizni biz 5 ta rejaga bo'lib o'rganamiz. Birinchi rejamiz egidagi to'lqinlar organizatsiyasi, ikkinchi rejamiz posterior dominant ritm, uchinchisi reaktivlik, to'rtinchisi tekshiriluvchining hushida bo'lishlik darajasi va 5-inchisi provokatsiya haqida bo'ladi. Juda muhim, kerakli bo'lgan ma'lumotlar beriladi, chunki bu ma'lumotlar keyingi darslarimiz uchun asos bo'lib beradi. To'lqinlar, ya'ni egida hosil bo'lgan to'lqinlarda organizatsiyasiga biz qanday baho beramiz? Ya'ni organizatsiya degani bu tashkillanishi, hosil bo'lishi degani. Baho berayotganimizda quyidagilarga e'tibor beramiz. Birinchisi bu davomiylik. Davomiylik nima degani? To'lqinlar hosil bo'lyapti mana egida. Egidagi hosil bo'lgan to'lqinlar davomiy bo'lishi kerak, uzilib qolmasligi kerak. Ko'ribsizlar, hammasi to'lqinlar davom etib ketyapti. To'g'ri, orada mana bunday artefaktlar bor. Bu keyingi darslarda o'tamiz. Xudo xohlasa bular ko'zni yumib ochish bilan bog'liq bo'lgan artefaktlar. Lekin to'lqinlar uzviy davom etib ketyapti. Mabodo orada uzilishlar bo'lib qolsa, davomiylik buzilgan bo'ladi va u norma emas. Shunda endi sog'lom yosh bolalarda va kattalarda doim egida davomiylik normada davomiy holatda bo'lishi kerak, lekin neonatallarda davomiylik, ya'ni yangi tug'ilgan chaqaloqlarda davomiylik bo'lmaydi. Ularda davomiylik normada bo'lmaydi va mana bunday davomiylik bo'lmagan holatda, ya'ni uzviy bo'lmagan holatdagi holatlar yuzaga keladi. Mana bu yerda to'lqinlar bor. Ko'rasizlar, mana bu yerlarda to'lqinlar bor, lekin o'rtada mana davomiylik yo'q. To'xtab nima bo'lyapti? To'lqinlar hosil bo'ladi. To'xtab, yana hosil bo'ladi, to'xtab, yana hosil bo'lyapti. Mana shu holatda hosil bo'ladi. Mana shunaqa egini ko'rib qolsalaringiz, yosh katta odamda yoki sog'lom yosh bolalarda buni norma emas, patologiya deb olishimiz kerak. Shunda endi sizlar bilan keyingi komponent davomiylikni ko'rdik. Mana chiroyli bo'lib davomiy to'lqinlar bo'lishi kerak. Agar orada to'xtab, yana to'lqin, yana to'xtab, yana to'lqin bo'lsa, buni biz patologiya deb olishimiz kerak. Bu keyingi bizdagi komponent bu simmetriklik hisoblanadi. Simmetriyani bilasizlar, misol uchun kapalakda tanasining ikkita tomoni simmetriya, qanotlari. Odamda o'zi ham simmetriya, ikkala qo'li, oyog'i. Bu degani o'ng yarim shar bilan chap yarim shar doim bir-biri bilan amplituda va chastota jihatdan simmetrik bo'lishi kerak. Mabodo simmetriya buzilib qolsa, biz u yerda qanaqadir o'sma yoki qon quyilish holatlari yo'qmikan deb o'ylashimiz kerak. Mana bu ega orqali ko'rishingiz mumkin. Simmetriyani qanday topasizlar? Qaranglar. F1, F7 bilan bu frontalis chap tomonidagi отведениyalar va F2, F8 bu o'ng frontalis sohasi. Bir xilmi? Ya'ni simmetriya bormi? To'lqinlar ko'ryapsizlar. Bir xil paytda artefakt bo'lyapti, bir xil to'lqinlar ketyapti. Endi F7 T3 ko'ringlarda, F8 T4 bir xilda ketyapti. Solishtirsak. Endi faqat uni emas, mana F1 biz bu yerda mana bu yerda sizlar bilan temporal zanjirni ko'rdik. Endi mana bu yerda biz sizlar bilan parasagittal zanjir solishtiramiz. F1, F3 bu chap tomon, F2, F4 bu o'ng tomondagi bizdagi parasagittal zanjirni ma'lum bir отведениyalar bo'ladi. Solishtirib qo'yinglar, bir xil, ya'ni simmetriya mavjud. Shunday buni esdan chiqarmaslik kerak. Xuddi shunaqa qilib egini ko'rganda davomiylikka birinchi e'tibor berasizlar, keyin simmetriya qilib solishtirib qo'yasizlar. Ha, simmetrik tepada ko'rdilaringiz davomiylik normada, simmetrik normada, yaxshi, normada ketyapti deb xulosa qilishimiz kerak. Va asimmetriya holati ko'ringlar, mana bu yerda bitta ko'rishda ajratib olish qiyin, to'g'ri, oson emas, lekin ajratib olsa bo'ladi. Qaranglar. Qanday bo'ladi? Mana bu bizdagi temporal zanjir, temporal zanjirda mana chap tomoni, mana o'ng tomonni ko'ryapmiz. Farq bormi? Bor. Mana bu yerda katta delta to'lqinlarni ko'ryapmiz. Ko'rdingizlarmi? Katta delta to'lqinlar. Lekin nimada unaqa emas. O'ng tomonda unaqa emas.
Ko'ryapsizlar? Endi mana bunda yana bitta qaraymiz. Va mana bu yerda biz bu yerda temporal zanjirda ko'rdik va mana bu yerda parasagital zanjirda ko'ramiz. F1, F7 bilan F2, F8 bir xilmi? Bir xil emas. F1, F7 da mana bunaqa delta to'lqinlar paydo bo'ldi. Bu degani ikkita yarimshar bir xil harakat qilmayapti, bir xil emas degani. Tushunlar? Endi biz qaysi yarimshar farq qilyapti desak, bizda delta to'lqin o'z normada bo'lmasligi kerak edi-ku. Bu bizda chap yarimsharda yuzaga kelyapti. F1, F3 ni ko'rdik, F1, F7 ni ko'rdik. Chap yarimsharda delta to'lqinlar yuzaga kelyapti. Bu qandaydir u yerda patologiya borligini ko'rsatadi. Tushunlar? Bu simmetriklik edi. Endi yana bitta bizda komponent bor. Bu anterior posterior gradient nomlanadi. Bu qanday bo'ladi? Ya'ni oldingi frontal sohadagi отведениyalarda beta to'lqinlar bo'ladi, ya'ni mayda amplitudada past va tez bo'lgan to'lqinlar paydo bo'ladi va orqa oksipital sohada amplitudasi baland, sekin bo'lgan bizdagi alfa to'lqinlar paydo bo'ladi. Qaranglar, borgan sari sekinlab balandlashib ketyapti. Mana frontal peshonadan oksipital orqa sohaga borguncha mayda to'lqinlar kattalashib, balandlashib, sekinlab qolyapti. Mana shu bizdagi anterior posterior gradient nomlanadi. Mana shu holat normada bo'lishi kerak. Mana bu yerda anterior posterior gradient juda chiroyli holatda bergan. Mayda bo'ypast to'lqinlar, frontalis mana oldingi tomonda, mana oldingi отведениyalar. Endi sekin biz frontalisdan orqaga qarab ketdik-a. Mana bu yerda paritalis tomon harakatlanyapti. Sal balandlashib turib sekinlashdi. Keyin o'sha mana paritalisga keldik. Yanada sekinlashib balandlashdi va oxiri oksipitalis sohasida yanada sekinlashib balandlashib qoldi. Mana shu, ya'ni orqaga yurgan sari bo'yini balandlab, sekinlab qolishi bizdagi anterior posterior gradient nomlanadi. Bu o'sha normadagi egini organizatsiyasida muhim bo'lgan komponentlardan biri hisoblanadi. Endi bizda yana bitta komponent bor. Bu alohida reja qilib o'tyapmiz. Posterior dominant ritm. Posterior degani orqangi degani, ya'ni bosh miya yarim sharlarining orqa qismidagi dominant ritm. Tushunlar? Bu ensa sohasidagi to'lqinlarning yig'indisidan iborat. Biz uni qanday amalga oshiramiz? Bemor ko'zini yumadi, ko'zini yumib tinch holatda turadi. Ko'zini yumganning artefaktini sizlar topib olasizlar. Mana bu yerda, mana ko'zini yumganning artefakti mana bunday turibdi, chiqyapti. Mana to'lqinlar hammasi pastga tushadi. Buni keyingi darsda gaplashamiz, xudo xohlasa. Va artefaktdan keyin bizda alfa to'lqinlar yuzaga kelishni boshlaydi. Alfa to'lqinlarning chastotasi 8,5-12 Hz oralig'ida bo'lishi kerak. Oshib ketmasligi kerak, tushib ketmasligi kerak. O'ng va chapda posterior dominant ritmda gradienti 1 Hz dan oshiqqa farq qilmasligi kerak. Mayli 1 Hz ga farq qilsa va amplituda 50% dan ko'pga farq qilmasligi kerak. Mancha ozgina farq qilsa mayli, lekin 50% dan ko'pga farq qilmasligi kerak. Mabodo 1 Hz dan oshib ketsa va 50% dan ko'pga amplituda farq qilsa, biz posterior dominant ritmda shunday holat bo'lsa, biz qanaqadir patologiya yo'qmi ekan deb o'ylashimiz kerak. Qaranglar, qanday nima qilishni ko'rib beraman. Ko'zini yumdi. Ko'zini yumgandan keyin qora rang. Mana 1 sekundni ko'raylik-da, sanaymiz. Ko'k rangda sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ko'rlasizlar, normada necha edi? 8,5-12 ni orasida bo'lishi kerak. Endi mana bu yerda ham sanab qo'yamiz. Bu qaysi tomon ekan? Bu chap tomon ekan. Endi pastdagi bilan solishtiramiz. Mana bu yer bilan solishtirib qo'ysak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bir xil chiqdi. Ko'zda ham 11 dan chiqdi, amplitudasi ham deyarli bir xil. Demak, bu sog'lom odamning egisi hisoblanadi. Hali mana bu to'lqinlarni ko'rib hayron qolmanglar, bular epilepsiya to'lqinlar yo'q, bular ko'zni ochib yumgandagi xos bo'lgan artefaktlar. Endi yana ma'lumotimiz bor. Bu shunday iboratki, 5% ga yaqin odamlarda, sog'lom odamlarda posterior dominant ritm hosil bo'lmaydi. Misol uchun ko'zini yumsa mana shunaqa 8,5-13 Hz oralig'idagi
mana bunday to'lqinlarni ko'rmay qolishi mumkin. Bunda vahima qilmaslik kerak. Ya'ni ularda demak chiqmas ekan. Normada yo'q ekan. Mana shu bemorda deb uni norma deb qabul qilish kerak. Endi bu katta odamlarda oraliq 8,5-12 Gz bo'ladi, lekin yoshlarda yangi tug'ilgan chaqaloqlardan sekin katta bo'lgan sari ularda turlicha bo'ladi. Turlicha bo'ladi. Ko'pincha 8,5 Gz dan oz bo'ladi. Biz yana bitta qiyinroq ma'lumot bor. Ma'lum bir holatlar bo'ladi. Alfa ritmlarni ko'rdik-ku tepada 8,5-12 Gz oralig'ida. O'shalar tezlashib ketib qoladi. Va biz buni alfa squawk deb nomlab qo'yamiz. Shu nomni eslab turinglar. Xudo xohlasa buni keyingi darslarimizda to'liq ma'lumot beraman. Va ma'lum bir holatlarda agar mabodo bemor uyqu surab turgan holatlar bo'lsa, alfa ritmlar sekinlab qolishi mumkin. Masalan, 8,5 dan pastga tushib ketib qolishi mumkin. Buni ham hisobga olib qo'yish kerak. Bularda yuqorida aytganimdek keyingi darslarimizda sizlar bilan bafurja xohlasa ko'rib chiqamiz. Va bizda keyingi komponent, ya'ni 3-rejamiz bu reaktivlik hisoblanadi. Reaktivlik bu tashqi stimul hisobiga egidagi o'zgarish. Misol uchun qanaqadir shovqin bo'lishi mumkin, yoki boshqa holat bo'lishi mumkin, egidagi o'zgarish yoki masalan odamning o'zini fiziologik holatdan kelib chiqib bizdagi egida o'zgarish bo'lishi mumkin. Misol uchun mana bu vafot etgan bemorda nimasi? Ko'ryapsizlar, egida deyarli to'lqinroq izoliniya tekis holatda turibdi. Bu ham reaktivlikda. Ya'ni miya to'qimasi funksiya bajarmaganligi uchun reaktivlik bo'lib turib, ya'ni bizda izoliniya 0 bo'lib holatda turibdi. Va bizda buni berib qo'yish mumkin. Yurak ora-orada bitta-ikkita urib qo'yapti, lekin u ham normaldagi yurak urishi emas. Bemor vafot etgan bemor, miya o'sha zaryadlar hosil qilmayapti, neyronlar o'lim holatda turibdi. Shunday reaktivlikni yana keyingi darslarda yana gaplashamiz. Va bizda 4-rejamiz tekshiriluvchini hushida bo'lishlik darajasi. Biroz qiyinroq, lekin maksimal darajada harakat qilsa tushunsa bo'ladi. Hushida bo'lish darajasi 3 xil bo'ladi. Yo tekshiruvchi uyg'oq bo'ladi, yo o'ta uyqusiragan holatda bo'ladi, yo uyg'oq emas, yo uxlagan emas va uyqu holati bo'ladi. Uyqu holatini sizlar bilan keyingi darsda gaplashamiz. Bugun sizlar bilan uyg'oqlik tepada gaplashdik va uyqusiragan holatni ham ko'rib chiqamiz. Uyg'oq bo'lganda tepada gaplashgan nimalarimiz? Posterior dominant ritm simmetrik chiroyli holatda bo'ladi. Posterior dominant ritm gaplashdik. Egida alfa beta aktivliklar bo'ladi. Delta aktivlikni umuman ko'rmaymiz. Bemorda turli xil artefaktlar. Tepada aytdim-ku, ko'zini ochib yumganda turli xil to'lqinlar paydo bo'ladi. Shular ham bo'ladi, chunki uyg'oq odam ko'zini ochib yumadi. Va qo'shimchasiga boshni qimirlatganda, peshona muskullari, jav muskullari harakatga keltirganda ham egida o'ziga xos artefaktlar yuzaga keladi. Buning uchun alohida dars tayyorlaganmiz. Shunda gaplashamiz. Aynan shularni ko'rsak, bo'ldi, tekshirilayotgan odam uyg'oq ekan deb maqsak bo'ladi. Endi bu uyg'oqlikda o'sha ega olayotgan paytdagi videoni ko'rib ham bemorda ko'rsak bo'ladi. Videoda misol uchun egini olingan vaqti bilan videoda vaqtini to'g'irlab turib, bu paytda uyg'oq bo'lgan ekan deb yanada tasdiqlab olsak bo'ladi. Mana uyg'oq odamning egisi, mana bu qizil rangda ajratib qo'yilgan katta-katta to'lqinlar bor-ku, shular shu mana pastga tushgan nimalar, to'lqinlar, bular ko'zni ochib yumgandagi nimalar. To'lqinlar. Artefakt deb qo'yamiz buni. Va bizda anterior posterior gradient zo'r. Mana mayda-mayda, o'rtachadan kattaroq va kattaroq bo'lgan to'lqin turib sekin kattalashadi. Shunday. Mana shu orqali biz bemor uxlayaptimi, uyg'oqmi, shuni bilmasak bo'ladi. Mana bu yerda chiroyli holatda ekiga keltirilgan. Va uyqusiragan holat. Uyqusiragan holat bu uyqu bilan uyg'oq odamning o'rtasidagi faza hisoblanadi. Bu odamda mana ko'zni yumish artefaktlarini ko'rdik-ku, shular o'ta sekinlab ketadi va bemor ko'zini kamdan-kam ochib yumadi. Va ko'z soqqasi sekin harakat qiladi. Ko'z soqqasi mana bunaqa harakati bo'ladi. Uxlayotgan odamning qovog'i tushgan bo'ladi, uxlamoqchi bo'lgan odam. Qovog'i chala yopilib, ko'z sekin o'ngga, chapga bunaqa bo'lib suzadi. O'ngga, chapga,
og'adi. Bir bu yoqqa boradi, bir bu yoqqa keladi, bir bu yoqqa boradi, bir bu yoqqa keladi. Mana shu holatda egida bizga aynan ajratib olish juda ham oson bo'lgan holat yuzaga keladi. Yana ko'zi shoh pardasi bor-ku, ko'zni shoh pardasi plus zaryadlangan bo'ladi. Plus zaryadlangan bo'ladi. Agar o'ngga qarasa, o'ngga qaraganda o'ng ko'z F8 tomonga qaragan bo'ladi-ku, F8 mana frontalist o'ng tomoniga qo'yilgan bo'ladi-yu. O'shanga qaragan paytda bizda musbat to'lqin paydo bo'ladi. Mana shu paytda F7 qarama-qarshi chap tomonda F7 da manfiy to'lqin hosil bo'ladi. Yana takrorlayman. Ko'z suzib yuradi, o'ngga, chapga suzib yuradi. Agar ikkala ko'z o'ngga qarasa, o'ng ko'zni shoh pardasi plus zaryadlangan bo'lib turib, o'ng tomondagi F8 отведенияda plus, ya'ni yuqoriga qaragan, ya'ni tepaga qaragan to'lqin hosil qilib beradi va chap ko'z F7 dan uzoqlashganligi uchun F7 da pastga qaragan to'lqin paydo bo'ladi. Buni biz F8, F7 ni mana bunday bir-biriga nomutanosib harakat orqali ko'rishimiz mumkin. Qaranglar. Mana F7, mana F7 va mana bu F8. Mana F1, F7 da mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana pastga tushdi to'lqin. Mana shu paytda F8 tepaga ko'tarildi. Ko'rdingizmi? Endi xuddi shu paytda F7 T3 tepaga ko'tarilsa, F8 T4 pastga tushdi. Xuddi bunaqa zigzagga o'xshab ketadi. Tepaga chiqdi, pastga tushdi, tepaga chiqdi, pastga tushdi. Xuddi shu holatda mana u tepaga chiqqanda bu pastga tushdi, u pastga tushganda tepaga chiqdi, yana pastga tushib ketdi. Ko'rasizlar? Xuddi shu holatda, yana boshqarang mana bu pastga tushganda bu tepaga ko'tarildi. Bu tepaga ko'tarilganda bu pastga tushdi. Xuddi shu holatda bo'ladi. Buni F7, F8 da xuddi shunaqa to'lqin bo'lib turgan bir-biriga qarama-qarshi to'lqinlar ko'rib qolsangiz, bo'ldi. Bemor o'ta uyqusiragan fazada turibdi. Ya'ni uyg'oqlikdan uyqu fazasiga o'tib ketay deyapti degan holatda tushunsangiz bo'ladi. Mana shu orqali farqlab olsak bo'ladi. Ham asosiy bizda shu uyqusiraganlik fazasini shu belgilab beradi. Endi bizda provokatsiya degan holat bor. Uyqu fazasini, uyquni 4 ta fazasi bor. Xudo xohlasa sizlar bilan keyingi darsda 5-darsimizda gaplashamiz. Provokatsiya bu neyronlarga stimul berish. Uning ikki xil turi bor. Fotostimulyatsiya birinchisi va ikkinchisi giperventilatsiya bo'ladi. Fotostimulyatsiyada tekshiriluvchiga chiroqni o'chirib yoqib beriladi va egidagi hosil bo'lgan to'lqinlarda asosan ensa sohasidagi to'lqinlarda biz fotostimulyatsiyaga o'chib yonishga simmetrikligini bilishimiz kerak. Va bu epilepsiyani o'tganimizda gaplashamiz sizlar bilan. O'shanda epilepsiyaning qaysi turi borligini diagnoz qo'yish uchun kerak bo'ladi. Mana bu yerda ko'ringlar. Mana 25 Hz chastota bilan, ya'ni 1 sekundda 25 marta o'chib yongan chiroq orqali ta'sir berganda mana bu yerda mana ensa sohasi ko'ring, mana oksipitalis sohasi. Oksipitalis sohasida xuddi o'shanga sinxron ravishda to'lqinlar paydo bo'ladi. 25 ta nima bo'lsa, 25 ta to'lqin paydo bo'ladi 1 sekundda. O'shalar bu fotostimulyatsiya deyiladi. Endi bizda giperventilatsiya holati bu bemorlarda xuddi mana bunday bu yosh bolada o'tkazgan bo'ladi, katta odamda bunaqa puflaydigan parrakda tez ko'pginadan havo chiqarib pufudash orqali yuzaga keladi. Bu giperventilatsiya degani o'pkani ventilatsiyasini tezlashtirish degani. Odamda ko'p havo chiqargandan keyin qonda karbon dioksid miqdori kamayib, kislorod miqdori ortadi va shu holatda miya qitiqlanadi va bu bizda asosan absans tutqanoqlarni diagnoz qo'yishda ishtirok etiladi. Giperventilatsiya qilganingizda mana absans tutqanoqning o'ziga xos to'lqinlari mana bunday sekin, baland to'lqinlar yuzaga keldi va absansga shubha qiladigan bo'lsak, giperventilatsiya qilsak, egida shunaqa o'zgarishlar yuzaga kelib turib, bemorda absans tutqanoq yuzaga kelsa va bizda shu orqali diagnoz yanada tasdiqlanadi. To'g'ri, og'irroq dars bo'ldi bugun, lekin bu Xudo xohlasa sizlarga manfaatli xizmat qiladigan ma'lumotlar bo'ldi kelajakdagi faoliyatlaringizda. Yana o'sha gaplar, videoga qanaqadir fikrlar, izohlar, talablar, takliflar, e'tirozlar bo'lsa, bemalol shu videoda kommentda qoldirishingiz mumkin yoki o'zdan darslarimizda muhokama qilganimizda to'g'ridan-to'g'ri o'zimga aytishingiz mumkin. Barchalaringizga ilm olishda sobit qadamlik tilagan holatda keyingi darslarda ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'ling.